Kecha Islom Makhachev avstraliyalik kuchli chempion Jack Della Maddalenani mag'lub qilib, tarixga kirdi. Ikki vazn toifasida chempion bo'lgan sportchilar qatoriga qo'shildi. Islomning o'zi esa bu vaznda uning kurashini to'xtata oladigan jangchi yo'qligini ta'kidladi. Va endi hozirda u 16 ta g'alabali seriya bilan Anderson Silvaning rekordiga yetib oldi. UFC jangchilari esa bunga o'z fikr va reaksiyalarini bildirib o'tishdi. Biz ularni to'plab o'zbek tiliga tarjima qildik. Shuning uchun videoga like bosib, kanalga obuna bo'lib qo'yish esdan chiqmasin. Kurashi yo'q jujitsu ustasi xuddi o'qi yo'q mergan kabidir. Makhachev parterda GDMga shunchaki og'ir blok qo'ydi va har tarafdan uni yakson qilib tashladi. Bu g'alaba bo'lishi muqarrar edi. Islom ajoyib chiqish namoyish qildi. U Maddalenani har tarafdan o'rganib chiqqan. Juda oson takedownlar qildi. O'ylashimcha men ham shu uslubda jang qilishim kerak edi. Nima bo'lsa ham Islomni tabriklayman. Prates va Morales Islom bilan keyingi jang uchun navbatda turishibdi. Ochig'i bu ikkisidan qay birini tanlashni aniq bilmayman. Ikkisi ham fenomenal chiqish namoyish qilishdi. Menga qolsa bu ikkisini urushtirardim. Islomga kelsak, u aqliga sig'maydigan jang ko'rsatdi. U hatto yarimta xatoni ham qilmadi. Bu ajoyib. Jack ahmoq, uning qo'lida juda ham katta kuch bor edi, portlovchi kuch, lekin u buni ishlatmadi, tavakkal qilgisi kelmadi. Natijada Islom uni charchatdi, hammasi shu. Men avtobusda edim, ularni bu yerdaligidan xabarim yo'q edi. Natijada Islom va Habibni ko'rdim va ikkalasini ham g'alaba bilan tabriklab keldim. Bu juda ham hayratlanarli. Bu ikki yigit 15 funt yuqoriga ko'tarilishdi va kamarni olishdi. Va kimga qarshi? Eng kuchli jangchi GDMga qarshi. Bu yigitlarni hurmat qilmaslikning iloji yo'q. Hey ol chempion, seni tabriklayman. Bu ajoyib bo'ldi. Sen bilasanmi nima? Bu mazali. Ha, bu mazali, lekin nima mazaliroq? Ikki vaznda chempion bo'lish. Ha, sen buni bilasan, sen buni ta'mini bilasan. Nima qilasan? Endi yana himoyami? Sen men kabi bo'lishing kerak. To'g'ri, u kabi bo'l, chunki u bir vaqtning o'zida ikki vaznda chempion edi. Ha, 2018-yilda. Ikki vaznda chempion bo'lish oson emas edi, lekin bu rekordni hozir hech kim qila olmaydi, chunki UFC buni taqiqladi. Bizning davrimiz o'zgacha edi, ha, Habib, to'g'ri aytasan. Bizni suratga tushirib qo'y, kel, rasmga ol. Habib, kel sen ham. Yo'q, shu yerda turaman, tushaveringlar. Islom aql bovar qilmas chiqish namoyish qildi. Bu dominantlik bilan g'alaba edi. Uni tabriklayman. Bu uning tarixi uchun va merosi uchun juda katta ish. Hozir endi bizni asr jangi kutib turibdi. Topuria va Makhachev. Bundan ortiq qanday katta jang bo'lishi mumkin? Islomni tabriklayman. Uning atrofida juda ham katta jamoa bor. Ular katta ish qilishdi. Bu vaznda u rostdan ham kuchliroq bo'ldi. O'ylashimcha u yengil vaznga qaytmaydi. Bunday katta vazn bilan u shu yerda qolish kerak. Bilasanmi nima, menga birgina jang qolganda Silvaning rekordiga yetib olishga, ammo Islom buni uddaladi. Tabriklayman uni, qattiq jang bo'ldi. Men u bilan jang qilishni xohlayapman. Biz dunyoga ajoyib shou namoyish qilamiz. Bunisi aniq, Islom kelajakdagi UFC Hall of Famer, ya'ni shon-shuhrat zaliga kiradi. Islom uni yakunlashga oz qolgandi. Ba'zida 1-2 zarbalar yetishmadi, ya'ni tirsaklar. To'g'rimi Hasbek? Mana Hasbek ham buni tasdiqladi. Bizni to'xtatish juda ham qiyin. Kundan kunga rivojlanyapmiz. Ikki vaznda chempion bo'ldik. Boshqa tashkilotda ham chempionmiz. Mening yagona xohishim yaqinlarimga va jamoadoshlarimga kundan kun yaxshilanishiga yordam berish. Shuning uchun biz kecha va kunduz ishlaymiz. Jack juda ham yomon ko'rindi. U kurashini yaxshilash uchun butun kiyim davomida faqat kurash bilan shug'ullanish kerak ekan. Islom, senga birgina narsa yetishmaydi, hissiyotlar. Sen bu o'yindagi eng zerikarli jangchisan. Kundan kunga seni uxlatib qo'yishni xohlab bormoqdaman. Islom, tabriklayman, ajoyib chiqish bo'ldi, lekin bu vazndagi eng haqiqiy sinov bu sen uchun menman. Barcha qotillar hozirda mening kamarimga ko'z tikishgan. Lekin men har qanday chaqiriqqa tayyorman. Menda hech qanday jarohatlar yo'q. Og'riqni ham his qilganim yo'q. Men buni oson qilaman. Jang davomida GDMni bo'g'ib qo'yishga harakat qildim, ammo u juda ham yaxshi himoyalandi. Ayniqsa jang paytida men uni bo'ynini olganimda murabbiylar aytayotgandi, ikki qo'ling bilan himoya qil deb. Ha, u yaxshi himoya ko'rsatdi, lekin o'ylashimcha men baribir dominantlik bilan g'alaba qozondim. Tik holatga kelsak, murabbiylarim menga asosan parterda jang qilishimni aytishdi. Lekin tik holatda ham bu yigit unchalik tez emas ekan. Men uning har bir zarbasini ko'rib turdim. O'ylashimcha men endi pound for pound yetakchisi bo'laman, chunki bu g'alabadan keyin Dana bu haqida gapirib o'tgandi. Bilaman, bu eng qiziqarli janglardan biri bo'lmadi, lekin ishonchim komilki, bu eng dominant g'alabalardan biri bo'ldi. Islomni tabriklayman.
Bu dog'istonliklar har bir vaznda yuqori darajadagi klassni namoyish qilishmoqda. Habibning otasi aytganda Abdulmanap, qachonki Habib faoliyatini yakunlasa yoki tugatsa, bu yerga uning o'rniga taxtga Islom chiqadi deb va haqiqatdan ham uning aytgani bo'lmoqda. Do'stlar, sizning fikrlaringiz qanday? Maxach uchun keyingisi kim bo'lishi kerak? Agarda fikrimga qo'shilsangiz, Tapuriya desangiz bitta videoga like bosib qo'ying yoki qo'shilmasangiz nega ekanligini izohlarda yozib qoldiring. Har kuni yangi videolar va mehnat bo'layotgani uchun kanalga obuna bo'lib qo'shni esdan chiqarmang. Ko'rishguncha xayr, o'zingizni ehtiyot qiling.